Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga. Avicenna jamoasi a'zolari tomonidan tayyorlangan intensiv patologiya kursimizning navbatdagi soni bilan tanishib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz gipoksiya bo'ladi. O'rtoqlar, biz hujayra shikastlanishi bo'limidamiz. Uni ko'rdik. Hujayrani shikastlanishiga kirish qildik. U yerdagi turli xil omillar bilan o'sha shikastlanishini ko'rdik. Undan keyin aynan erkin radikallarni qanday hujayrani shikastlash haqida gaplashdik. Endi sizlar bilan gipoksiya hujayrani qanday shikastlaydi, aynan mana shu mavzu haqida gaplashib chiqamiz. Demak, gipoksiya ham hujayrani shikastlovchi eng kuchli omillardan biri hisoblanadi. Birinchi navbatda ikki xil tushuncha bor: gipoksiya, anoksiya. Gipoksiya to'qimaga kislorod kelishining kamayishi ekan. Anoksiyachi to'qimaga kislorod kelishi X, ya'ni yo'q degani. Kislorod umuman kelmay qoladi. Gipoksiyada kamayyapti, anoksiyada kelmay qolyapti. Bu qaysi holatlarda kuzatilishi mumkin? Yurak to'xtashi va nafas yetishmasligi kabi jarayonlarda kuzatilishi mumkin. O'limga sabab bo'ladi, ya'ni o'lim holati. Gipoksiya. Xo'p, o'rtoqlar, o'zi kislorodni organizmdagi eng muhim funksiyalardan biri nima yoki eng muhim funksiyalari nima? Bular haqida juda ham yaxshi fikrga egasiz. Endi buni yanada mustahkamlaymiz. Birinchi navbatda kislorod elektron transport zanjirida elektron akseptori hisoblanadi, ya'ni 4-kompleks. Bu haqida oldin ham gaplashganmiz. Shu shikastlanishning birinchi mavzusida. Elektron akseptor hisoblanadi. U nima qilar edi? O'ziga shu elektronlarni qabul qilgan holda suv molekulalari hosil qilib, ATF hosil bo'lishini shu ta'minlab berib turar edi mitoxondriyada. Endi kislorod yetishmayapti, ATF sintezi ham kamayib ketyapti. ATF sintezi kamaysa yoki yetishmasa, hujayra shikastlanishi kuzatilar edi. Aynan qanday kuzatiladi? ATF yetishmasa, bizda hujayrada kaliy natriy atefaza bor edi. Birinchi mavzuda aytdim. Kaliy natriy atefaza birinchi navbatda ishtirok etmay qo'yadi. Endi bu ishdan chiqadi. Ishdan chiqdi kaliy natriy atefaza. Keyin kalsiy atefaza ham o'z-o'zidan ishtirok etmaydi, ya'ni ishdan chiqyapti. ATF yetishmayapti. Atefazalar umuman funksiya bajarmay qo'ydi. Natijada hujayra ichida natriy miqdori ortib ketadi. Natijada nimaga sabab bo'ladi? Natriy hujayra ichida ortib ketsa, natriy u osmotik aktiv modda hisoblanadi. U o'ziga doim suvni biriktirgan holatda yuradi. Endi hujayra ichida natriy ko'paydimi, u hujayra tashqarisidagi suyuqlikni hujayra ichiga tortib oladi. Natijada hujayra shishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, hujayra ichida kalsiy ham ortib ketadi. Bu kalsiy atefaza o'zi kalsiyni tashqariga chiqarish kerak edi. Kalsiy atefaza ishlamayaptimi? Hujayra ichida kalsiy endi ortib ketdi. Kiradi, kalsiyni shu oddiy kanallardan, ligan darvozali kalsiy kanallaridan kirgan holatda kirib ular kirib turgan edi. Lekin o'rtoqlar, mana bu kalsiy atefaza ishlamayaptimi? Kalsiy hujayra ichida ko'payib ketdi. Natijada kalsiyni birinchi darsda ko'rganmiz. Kalsiyli shikastlanishda, hujayra shikastlanishida kalsiy hujayradagi protolitik fermentlarni aktivlab yuborar edi. Ular sitoskeletga ta'sir qilib, hujayra membranasini zararlardi, yadroga ta'sir qilardi, turli xil nuklein kislotalar, ya'ni DNKga ta'sir qilib, protolitik fermentlarni aktivlab yuborar edi. Undan tashqari lizosomal fermentlarni aktivlab yuborar edi. Bilamiz, ular o'ziga shu yallig'lanishni chaqirib qo'yuvchi, yallig'lanishni boshlovchi jarayonlarni qo'zg'atib yuborar edi demak. O'rtoqlar, tushunarli bo'ldi bu yergacha. Endi mana bu rasmni yakuniy kurslarimizni o'qigansiz, ko'rgansiz. Bu yerda elektron transport zanjirini ishlash kompleksi mexanizmi tushuntirilgan. Bu yerda elektronni ko'ryapsiz, NADH kelib NAD+ ga aylanyapti-da, elektronni berib shu bir-biriga elektronni otgan holatda komplekslar o'rtasida vodorod protonlarini chiqaryapti.
Hamda mana bu 4-kompleksda kislorod turibdi. Kelib kutyapti elektron kelishini. Elektronni bir-biriga otadi-da, vodorod chiqarib, har bitta elektron kelgani hisobiga vodorodlarni chiqaradi. Bu vodorodning funksiyasi nima? Mana bu oksidlanishli fosforillanishni ta'minlab berish, ya'ni ATF sintezi. Vodorod keladida, mana bu yerdagi kompleksdan o'tib 5-kompleksdan o'tadida, bu yerda ADFdan ATF hosil bo'lishini ta'minlab berar edi har bitta vodorodlarimiz. Endi kislorod bizda funksiyasi nima edi? Elektronlarni o'ziga qabul qilish. Bundan mana bu yerda erkin radikallar hosil bo'ladi fiziologik holatda. Birinchi mavzuda aytib o'tganmiz. Fiziologik holatda erkin radikallar hosil bo'lib turar edi. Erkin radikallardan birinchi bu bitta elektron holatda superoksidni hosil qiladi. Keyin yana bitta elektron holatda gidroksidni hosil qiladi. Keyin vodorod peroksidni hosil qiladi. Keyin oxiri suvni hosil qilishi kerak edi. Va shu bilan bu yerdagi elektronlarni olib, normal holatda shu elektron transport zanjiri ishlab, ATF hosil bo'lib turaverar edi. Lekin bizda kislorod bu yerda yetishmayaptimi? Elektronlar mana bu yerda to'planadi-da, o'z-o'zidan bu yerdagi jarayonlar ham bloklanib qoladi. Natijada elektronni qabul qilmaydi. Keyin mana bu yerga elektron qabul qilmayaptimi? Har bitta kelgan elektronning hisobiga bittadan vodorod chiqarish kerak edi, lekin bu vodorodni chiqara olmaydi, chunki elektron kelmayapti. Vodorod kelmasa, ATF ham sintezlanmaydi. ATF yetishmasa, yuqoridagi jarayonlar kelib chiqadi ekan demak. Xo'p, o'rtoqlar, tushunarli bo'ldi u. Kislorodning qondagi miqdori SO2, ya'ni SO2 100 ml ga nisbatan olinadi. Ya'ni kislorodning qonda erigan hamda gemoglobinga bog'langan kislorodlar bor. Fiziologiyada gaplashganmiz. Erkin holatda bo'lgan, ya'ni erigan kislorodlar yoki gemoglobinga bog'lanib olgan kislorodlar bor. Bularning nisbati 99-98 ga 1-2% edi, xolos. Normada arterial qonda 20 ml kislorod bo'lar ekan demak, 100 ml qonda. Venos qondachi 100 ml venos qonida 15 ml kislorod bo'lar ekan. Bularning o'rtasidagi farq 5 ml ni tashkil qiladi ekan demak. Kislorodning shu miqdoriga ta'sir etuvchi omillar, yuqorida aytib o'tilgan normadagi miqdorga ta'sir etuvchi omillar bizda o'sha PO2, ya'ni atmosfera havosida kislorodning parsial bosimi 160 mm simob ustuniga teng bo'ladi. PaO2, ya'ni katta A, bu alveolidagi kislorodning parsial bosimi 100 ml ni 100 ml emas, 100 mm simob ustuniga teng bo'ladi. Endi P kichkina a O2 bu arterial qonda kislorodning bosimi hisoblanadi, ya'ni xususiy bosimi, parsial bosim, xususiy bosim 100 mm simob ustuniga teng. SaO2, ya'ni qisqartmada berilgan o'rtoqlar, bu gemoglobinning kislorod bilan bog'lanishi desak ham bo'ladi, ya'ni gemoglobinning to'yinish darajasi kislorodga. O'rtoqlar, aynan mana shu omillar bor. 4 ta narsaga ta'sir etish orqali bizda gipoksiya kelib chiqishi mumkin. Endi o'rtoqlar, bizda mana bu yerda gemoglobin, ya'ni bitta gemoglobin tasvirlangan. Bu gemoglobinda bitta gemoglobinda 4 ta gemi bo'ladi. Shu 4 ta gem, tasavvur qiling, mana shu temir gemlarga birikib turibdi. 4 ta temirni biriktiradi. Bu o'ziga 4 ta kislorodni biriktirib olish xususiyatiga ega. Agar birortasini shu gem ishdan chiqsa, o'z-o'zidan kislorodni to'yintira olmaydi. Mana bu yerda gemoglobinni to'yinish darajasi aytilyapti o'rtoqlar. Aynan bu yerda nima bo'ladi? Gemoglobin shu qondagi arterial qondagi 100 mm simob ustuniga teng bo'lgan kislorod bizdagi gemoglobindagi kislorodning gemoglobinga o'tishiga
sharoit yaratiladi o'z-o'zidan. Mana shu gemoglobinimiz 100 mm simab ustunida turibdimi, parsial bosim. Endi gemoglobindagi parsial bosim esa 40 ga teng bo'ladi. Aynan mana shu arterial qondagi bosim yuqori joydan bosim past joyga qarab kislorod harakatlanadi va gemoglobinlarimiz to'yinadi. O'rtoqlar, bu haqida yana gaplashib chiqamiz pastroqda. Gipoksiya sabablari. Gipoksiyaning sabablari nima bo'lishi mumkin? Ishemiya, ya'ni ishemik gipoksiya. Gipoksemiya, gipoksemik gipoksiya. Ikkinchi sabab bu. Qonda erigan kislorodni qonda kislorod tashish sig'imini kamayib ketishi, ya'ni anemik gipoksiya. Gistotoksik gipoksiya muammo to'qimada bo'ladi. Demak, 4 ta xili bor ekan. Bu birinchisi, 2, 3, 4. O'rtoqlar, mana shu 4 talasi haqida batafsil gaplashib chiqamiz. Ishemiya, organ orqali qon oqimining kamayishi. Sabablari: arterial perfuziyaning kamayib ketishi, ya'ni aterosklerozda kuzatilar ekan demak. Undan tashqari venöz drenajning kamayishi, jigar venasi trombozi, shok, umumiy qon bosimining pastlab ketishi. Oqibatda nima bo'lishi mumkin? Organ atrofiyasi, infarkt, nekroz, organ disfunksiyasi bo'lishi mumkin. Demak, organ ishi buziladi. O'rtoqlar, bunga ishemiyaga sababni uchala sabab bo'lar ekan. Qon oqimi kamayishi, umumiy organga shu qon oqimining kamayishi. Buni bitta mana bu shaklda, buyrak shaklida tushuntirib beraman. Mana bu loviyasimon buyrak. Buyrak darvozasi orqali bizda arterial qon tomir kiradi. Bu yerda endi aynan ateroskleroz bo'lsa, ya'ni arterial perfuziyaning kamayishi. Perfuziya degani bu yerdagi o'lchamining kamayishi, o'lcham kamayib qoladigan bo'lsa, bizda nima bo'ladi? O'rtoqlar, mana bu ateroskleroz bo'ldi. Natijada buyrak arteriyasidan qon endi ichkariga harakatlana olishi qiynalyapti. Ya'ni qonni kirishi kamayib ketdi organga. Ateroskleroz sababli oldin to'g'ri ochiq turganda qon bemalol harakatlanib kirib shu ta'minlashi mumkin edi. Endi bu ateroskleroz sababli qon tomir diametri, ya'ni kamayib ketdi. Diametri kamaygandan keyin o'z-o'zidan buyraklarga qonni yetib borishi kamaydi. Buni adaptatsiya mavzusida ham ko'rganmiz. O'z-o'zidan oqibati nima bo'lar ekan? Organ atrofiyasi. Atrofiya nima edi? Kichrayishi. Oziq moddalar yetib bormayaptimi? O'z-o'zidan endi buyraklarimiz kichrayishga uchrab ketadi. Agar bu yerda ateroskleroz butkul yopib qo'yadigan bo'lsa, organni shu atrofiyadagi hujayralarni nekrozga uchratib yuborishi mumkin. Nekrozga uchratib yuborishi ham mumkin. Ya'ni buyrak hujayralarini o'ldirishi hisobiga nekrozga aylanib ketadi. Undan tashqari venöz drenajning kamayishi deyilgan. Bilamiz biz jigar venasida mana shundaqa holat bor, drenaj. Aynan jigar venasi trombozi jigar venalarimizda endi qanday holat bo'ladi? Bu yerga kelayotgan qon oqimi bor. Bu yerda qon biroz to'planadi-da, keyin yana bu yerga harakatlanish kerak. Endi aynan mana shu yerda tromb to'planib qolishi mumkin yoki tromb shunday holatda tiqilib qolishi mumkin, tromb bo'lib. Natijada qon bu yerga oqmaydi, mana shu yerda qolib ketaveradi, shish kuzatiladi. O'rtoqlar, natijada ishemik anemiya kelib chiqadi. Jigarga qon yetib bormayapti. Demak, tushunarli bo'ldi. Ishemiya. Xo'p. Gipoksemiya haqida gaplashamiz. Gipoksemiya bu nima? Birinchi o'rinda bilishimiz kerak. Gipoksemiyada, ya'ni gipoksik gipoksemiya. Bizdagi PaO2, ya'ni arterial qondagi kislorodning parsial bosimi tushib ketadi. Normada 100 mm simab ustiga teng bo'layotgan edi. Endi
aynan arterial qondagi kislorodning parsial bosimi tushib ketadigan bo'lsa, o'z-o'zidan SaO2 ni, ya'ni gemoglobinning kislorod bilan to'yinish darajasi ham o'z-o'zidan tushib ketadi. Bu yerda aytib o'tganman o'rtoqlar. Misol tariqasida 60 mm simab ustunigacha tushib ketishi mumkin ekan. Endi bilishimiz kerak, ventilyatsiyani ya'ni alveoladagi V harfi bilan belgilaymiz. Ventilyatsiya nima ekanligi haqida gapirib chiqamiz. Perfuziya alveola qon bilan ta'minlanishi bu Q harfi bilan belgilanadi. Eslaringizda qolsin, bu mana shu gipoksemiyani hozir o'rganib chiqishimiz juda ham kerak. Ya'ni aerogematik baryer. Bu baryer haqida ham gaplashamiz. Kislorodning atmosferadagi bosimi PO2. Bu ham juda ham muhim. Yuqorida aytilgan 4 ta narsaga bog'liq bo'ladi. Gipoksemiya borligi yoki yo'qligi. Aynan mana shu 4 ta yuqorida aytib o'tilgan jarayonlar ishi buzilsa, bizda gipoksemiya kelib chiqadi. Yuqorida aytdim, PaO2 qanday qilib bu kamayib ketishi mumkin? O'rtoqlar, 60 mm simab ustungacha, ya'ni arteriyadagi kislorodning parsial bosimi. Kislorodning atmosfera bosimi pastlab ketadi. Masalan, tog'li hududlarga chiqqanimizda kamayib ketganda o'z-o'zidan alveolaga ham kam kislorod kiradi. Alveoladagi kam kislorod arteriya qoniga ham kam o'tadi. Arteriya qoniga kam o'tgandan keyin kislorod bilan shu gemoglobin to'yinish darajasi ham kamayib ketadi ekan demak. Shunaqa shakllar. Xo'p, gipoksemiya sabablari: yuqori balandlik, ya'ni atmosfera havo tarkibida kislorodning parsial bosimi kamayib ketadi. Ventilyatsiya, gipoventilatsiya, aynan ventilyatsiyani gaplashib o'tdik. Yuqorida aytdim, ventilyatsiya V bu nima degani? Alveolaga, mana bu alveola deydigan bo'lsak, shunga gazni yetib kelishi. Shu ventilyatsiya hisoblanadi. Mana shu yerda gazning aylanish hajmi. Bu normada 4-5 litr bo'lish kerak. Aynan mana shu kamayib ketadi. Ventilyatsiya kamayadi, gipoventilatsiya bo'ladi. Qanday bo'ladi? Qonda karbonat angidrid miqdori ortadi. PaSO2, ya'ni bu nima edi? Alveoladagi karbonat angidridning miqdori ortib ketadi. Kislorod yetishmayaptimi? Uni o'rniga albatta karbonat angidrid qo'shilib kiradi. PaO2 kamayib ketadi, ya'ni alveoladagi kislorodning miqdori kamayib ketadi natijada P kichkina A2 nima edi? Bizda aynan bu arterial qondagi kislorodning miqdori. Alveolada kislorod kammi? Endi o'z-o'zidan bosimi kam bo'lgandan keyin arteriyalarda ham bosimi pastlab ketadi. Natijada gemoglobindagi kislorodning parsial bosimi ham kamayib ketadi. Bu o'z-o'zidan diffuziyaga ta'sir ko'rsatadi. Natijada qonda, ya'ni organizmda gipoksiya kelib chiqadi. Masalan, nafas markazi ishdan chiqishi natijasida diafragma falaji. Diafragma ishlamasa, ventilyatsiya jarayoni buziladi. Endi o'rtoqlar, aynan diffuziya defektlari haqida gaplashib chiqamiz. Diffuziya defektlari nima? Bizda aytdik, gipoksemiyani bitta turi hisoblanadi. Bu diffuziya defektlari aerogematik baryer qalinlashuvi, gazlar almashinuvini buzilishiga sabab bo'ladi ekan demak. Mana bu yerda bilamiz, mana bu alveola. U mana bunday arteriya bilan, ya'ni kapillyar qon tomirlari bilan bog'langan juda ham ko'p chigal. Bunda bittasini misol qilib keltirdim. Bittasini oldikda mana shu yerni kattalashtirib ko'ramiz, nimalar bor. Mana bu alveola taraf. Bu yerda surfaktan bor birinchi o'rinda. Surfaktan. Keyin surfaktanni orasida nima bor? Epiteliy hujayra bor. Ya'ni epiteliy hujayralari. Endoteliy desak ham bo'ladi. Epiteliy hujayralari, uni orasida bazal membrana bor. Bazal membrana. Bu endi alveolaga tegishli shu membranalar edi. Endi kapillyar qon tomiriga tegishli ko'rib chiqamiz. Bu yerda kapillyar qon tomirlarimizning yuzasi ham bazal membrana bilan qoplangan. Demak, 2 qavat bazal membrana bo'lyapti o'z-o'zidan aerogematik baryerimizda.
Undan keyin endoteliy hujayralari, ya'ni kapillyar qon tomiridagi endoteliy hujayralar. Endoteliy hujayra, keyingisi endoteliy. Xo'p. Shu aynan mana shu baryer nechta surfaktandan, epiteliydan, 2 qavat bazal membrana hamda endoteliy hujayralari. Aynan mana shu aerogematik baryerimiz qalillashadi yoki bazal membrana shu funksiyasini yo'qotib, qalillashish natijasida kislorodlarni o'tkazishi kamayib ketadi. Endoteliy zararlanishi mumkin. Kislorod o'z-o'zidan aerogematik baryer zararlanib o'tmayapti. Bu yerga turli xil yallig'lanish jarayonlari yuzaga kelib, bu yerda ham kislorod o'tishi kamayib ketishi mumkin. Ya'ni aerogematik baryer qalillashuvi yuzaga keladi yallig'lanish kasalliklarida ham. Demak, o'rtoqlar, tushunarli bo'ldi. Bu yerda kislorod diffuziyaga uchrar edi. Aynan mana shu diffuziya defektga uchrab aerogematik baryer qalillashadi yoki funksiyasi buziladi. Natijada kislorodni organizmga yetkazib berish ham pastlab ketadi. Natijada gipoksiya kelib chiqishi mumkin. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Aynan mana bu aerogematik baryer deydigan bo'lsak, mana bu qon tomir harakatlanyapti-da. Bu horada kislorod bu yerga o'tib, karbonat angidrid bu yoqqa qaytib, normada organizmni kislorod bilan ta'minlab berib turish kerak edi. Lekin aerogematik baryer qalillashyapti, funksiya yo'qolyapti. Natijada mana shu jarayon buziladi-da, gipoksemiya, ya'ni gipoksiya kelib chiqadi. Xo'p, gipoksemiyani keyingi turi VQ mos kelmasligi haqida gaplashamiz. VQ mos kelmasligi bu nima? Ventilyatsiyani alveolidagi, ya'ni ventilyasiya bu ventilyasiya bo'ladi. Perfuziya alveola qon bilan ta'minlanishi bu Q harfi bilan belgilanadi. V defekti, Q defekti yuzaga kelsa, natijada bizda gipoksiya kelib chiqaveradi. Ya'ni ventilyatsiya alveolida gazlar aylanish hajmi ekan demak. Mana bu yerda ko'ramiz hozir. O'rtoqlar, bu ventilyatsiya defekti, bu perfuziya defekti. Mana bu alveolaga havo kiryapti-da. Bu yerda nima qilyapti? Havo kirib 4 litr, 1 daqiqada 4 litr havo kirish kerak. Kirib, bu yerda normal ventilyatsiya jarayoni amalga oshishi kerak-da. Kislorodni mana bu arterial, ya'ni kapillyarlarga o'tkazib, o'zidagi kapillyarlardagi karbonat angidrid qonini alveolaga qaytarib olish kerak-da. Yana qaytib chiqib ketish kerak. O'rtoqlar, fiziologiyaga tegishli qismi bu ventilyatsiya. Endi aynan mana shu ventilyatsiya buziladi bizda. Kislorod kelib chiqib ketishi buziladi. Bu qanday bo'ladi? Mana bu alveolidagi, mana bu yerda turli xil to'siq yoki bu obstruksiyaga uchrab qolishi mumkin. Ya'ni mana bu yerdagi yo'li yopilib qolishi mumkin. Natijada havo kirishi kamayib ketadi. Bu turli xil bronxit, pnevmoniya kabi yallig'lanishli jarayonlarda kuzatiladi, o'rtoqlar. Aynan mana shu holat kuzatiladi-da. Mana shu turli xil shilliq mahsulotlari yoki qanaqadir mahsulotlar mana shu yer yopib qo'yishi mumkin. Undan tashqari changli, turli xil shu iflos joylarda ishlash ham aynan mana shunga sabab bo'ladi. Bu organizm uchun juda ham zararli hisoblanadi. Ventilyatsiya kamayib ketadi. Natijada ventilyatsiya defektga uchrasa, mana bu yerdagi kapillyarlarda kislorodga to'yinish pastlab ketadi-da. Mana aynan ventilyatsiya defektida ko'ryapsiz, venos qonda kislorodni parsial bosimi 40 ga teng, karbonat angidridning parsial bosimi 46 ga. Bu yerda alveolada o'zi 100 mm ga teng bo'lish kerak edi normada kislorodniki, karbonat angidridniki 40 ga teng bo'lish kerak edi, o'rtoqlar. 40 ga. Endi diffuziyani bilamiz, qonuni. Kislorod kam joydan kislorod ko'p joyga harakatlanadi. Yuqoridagi rasmda tushuntirib beray. Aynan mana shu rasmda hozir tushuntiraman. Bu yerda nima? Kislorod 100 mm, karbonat angidrid 40.
Endi venöz qonda kelyapti-da, bu yerdagi 100 millimetr 100 millimetr simab ustuniga teng bo'lgan kislorodimiz bosimi baland, endi bu yerga qarab o'tadi. Karbontan gidridni bosimi venöz qonda ko'p, 46, alveolada esa 40. U karbontan gidrid endi u yoqqa qarab harakatlanadi. Natijada kislorod bu yerga o'tdi, karbontan gidrid ichkariga kirdi. Shunchaki bosimlari o'zgarib qoldi. Aynan bosim shu farqi yuzaga kelguncha shu gazlar almashinuvi bo'lishi mumkin. Endi nima bo'ladi? Endi arterial qon hosil bo'ladi-da. Arterial qonda 100 millimetr simab ustuniga teng bo'lgan kislorod hamda 40 millimetrlik simab ustuniga teng bo'lgan karbontan gidrid bo'lib, arterial qon organizmni normal kislorod bilan ta'minlashga sarflanib ketadi. Endi aynan mana shu jarayon buziladi-da. Natijada bu yerda gaz almashinuvi yuz bermaydi. O'z-o'zidan mana shu venöz qon hamda arterial qon bir xil bo'lib aylanib yurib ketaveradi. Arteriyada ham kislorodni karbontan gidrid miqdori shunaqa bo'ladi. Organizm bir xil kislorod bilan to'yingan qonni aylantiraveradi quruqdan quruqqa. Natijada gipoksiya kelib chiqadi. Aynan gipoksiyani ham gipoksemiya shakli. Endi bu ventilyasiya defekti edi. O'rtoqlar, perfuziya defekti haqida gaplashamiz. Perfuziya nima? Aynan yuqorida ko'rib chiqaylik fiziologiyasini. Perfuziya bizda bu endi o'pkani, ya'ni o'pkamizni qon tomir bilan ta'minlanishi. Qon bilan ta'minlanishi, qon tomir bilan emas, qon bilan. Aynan alveolani mana bunday tasvirlasak, uni yuzasida kapillyarlar qoplab olgan. Mana shu shaklda kapillyarlar chigal bo'lib ketgan o'rtoqlar. Kapillyarlar chigalini hosil qiladi. Aynan mana shu kapillyarlarga qonni oqib kelishi. Endi bizda turli xil sabablarga ko'ra, masalan, yurakdan chiquvchi qaysi qon tomir, kichik qon aylanish doirasidagi o'pka arteriyasida turli xil shu trombozlar, tromblar to'planishi natijasida nima bo'ladi? Bizda o'pka arteriyasi o'zi o'pkaga kelib, karbontan gidridga to'yingan qonni kislorodga aylantirib, o'pka venasi orqali yuragimizni chap bo'lmasiga quyilishi kerak edi. Endi aynan o'pka arteriyasida tromb yuzaga kelyapti-da, yurakdan chiqqan qon o'pkaga yetib kelishi kamayib ketyapti. Bu ham mana shu kapillyarlargacha ta'sir qiladi. Natijada nima kelib chiqadi? Gipoksemiya kelib chiqadi. Ya'ni mana bu qon bilan ta'minlanishi. Bu normada 5 litrni tashkil qiladi, o'rtoqlar. 5 litrga teng normal holatda. Undan tashqari qanday jarayonlar? Masalan, yurak yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Masalan, yurak yetishmasa ham miokard infarktida yoki qanaqadir yurak yetishmovchiligida qorinchalarimiz qonni yaxshi haydab bermaydi-da, aynan o'ng qorincha. Natijada o'pkaga qon kam kelyapti. Perfuziya defektiga ham sabab bo'lib qolishi mumkin. Perfuziya shu fiziologiyasi, patologiyasini aytib o'tdim. Perfuziya defektlari aynan mana bu arteriyalarda shu to'siq, ya'ni defekt, ateroskleroz, tromboz, emboliyalar sababli kelib chiqishi mumkin. Bu bitta sabab, parsial bosim tushib ketadi. Hop, ikkinchi sababi yurak yetishmovchiligida infarktda kuzatilishi mumkin. Bilamiz, infarktda yurak funksiyasi kamayib ketadi. Natijada shu qon bilan ta'minlash yanada kamayib ketadi. Undan tashqari bizda misollar aytilmabdi. Mayli, misollarni o'zim aytaman. Chap qorincha yetishmovchiligi, ya'ni mitral klapan yetishmovchiligida ham kuzatilishi mumkin. Chap qorinchani nima ahamiyati bor desak, bilamiz, chap qorincha, uni yuqorisida chap bo'lmacha bor. Chap qorincha chap bo'lmachadan qonni qabul qiladi. Endi chap bo'lmacha o'pka venasi orqali kislorodga to'yingan qonni qabul qilishi kerak edi. Bizda bu tarafdan keladi-da, o'pka arteriyasi orqali venöz qonni olib kelib alveolada gazlar almashinuvini hosil qiladi. Kislorodli qonni hosil qilib, bu tarafga o'tgandan keyin bular barchasi yig'iladi-da,
o'pka venasi orqali yurakni chap bo'lmasiga quyilish kerak edi. Bizda mitral klapan yetishmayapti. Chap bo'lmachadagi mitral klapan yetishmasa nima bo'ladi? Qonni chap qorincha qisqartirib aortaga chiqarib berish kerak edi. O'zi normada aortaga mana shu qon chiqib ketmaydi, to'liq qanchadir miqdori bo'lmachaga qaytadi. Bo'lmachaga qaytgandan keyin o'z-o'zidan bo'lmachada dimlanish yuzaga keladi. Ya'ni ishi buziladi. Dimlanish bu chap bo'lmacha dimlanishi o'z-o'zidan shu o'pka venasidagi dimlanishga ham sabab bo'ladi. Ya'ni u yerdagi qon oqimining kamayishiga. Qon oqimi kamaysa, bu yerga ham ta'sir qiladi. Natijada bu yerda ham qon oqimi kamayib ketadi, o'rtoqlar. Menimcha tushunarli bo'ldi VQ mos kelmasligi. VQ normada 0.8 ga teng bo'lishi kerak edi. Ya'ni V ni Q ga bo'lamiz. Ventilyatsiyani Q ga, ya'ni 4 ni 5 ga bo'lsak 0.8 kelib chiqish kerak edi. Endi aynan mana shu 0.8 kelib chiqmaydi. Natijada gipoksiya, ya'ni gipoksemik gipoksiya kelib chiqadi. Demak, o'rtoqlar, biz gipoksemiyani ko'rib bo'ldik. Endi anemik gipoksiya haqida gaplashamiz. Qonda kislorod tashish sig'imining kamayib ketishi bu anemik gipoksiya hisoblanadi. Bunga eng asosiy sabab gemoglobin yo'qotilishi, ya'ni kamqonlik yoki disfunksiyasi, gemoglobinning disfunksiyasi sabab bo'ladi. Masalan, bizda anemiyani misol qilib keltirishimiz mumkin. Anemiyada RBC, ya'ni qizil qon tanachalari, red blood cells, qizil qon hujayralarini kamayib ketishi. Qizil qon hujayralarimiz, ya'ni eritrotsitlar o'zida gemoglobin saqlaydi. Aynan mana shu gemoglobin ham kamayib ketadi, eritrotsit kamayib ketsa. Bu kamqonlikda qanday bo'lishi mumkin? Shu turli xil travma holatlarida ko'p qon yo'qotilishi natijasida mana shu red blood cellslar kamayib ketishi kuzatilar ekan. Demak, bu ham anemik gipoksiyaga sabab bo'ladi. Undan tashqari is gazi bilan zaharlanish ham misol qilib keltirishimiz mumkin. Metgemoglobinemia ham aynan shu eritrotsit tarkibidagi, gemoglobin tarkibidagi temirni valentligi o'zgarib qolishi. O'rtoqlar, anemiya, ya'ni red blood cellslarning kamayib ketishi tushunarli bo'ldi sizga. Is gazdan zaharlanish haqida gaplashamiz. Is gazi gemoglobinga kislorodga nisbatan tez birikadi. Ya'ni u kislorodni biriktirmay qo'yadi. PaO2 nima edi? Bu arteriyadagi, ya'ni arteriyalardagi kislorodni parsial bosimi. Bu normada bo'ladi. Endi CaO2 kamayib ketar ekan. Bizda o'z-o'zidan ko'ryapsiz qanday bo'ladi? Arteriyalarda normada qon bor, ya'ni kislorod alveoldan bunga normada o'tyapti, ya'ni kapillyarlarimizga. Endi nima bo'ladi? CaO2 gemoglobinni kislorod bilan to'yinishi tushib ketyapti. Bu nimadan? Chunki gemoglobinlarimizga is gazi birikib olgan edi, kislorodni biriktirmayapti. Arteriyada normada kislorod bor, lekin gemoglobinlarimizda joy yo'q ularni olgani, chunki is gazi band qilib bo'ldi. Natijada shu is gazdan zaharlanishda gipoksiya, anemik gipoksiya kelib chiqadi. Turli yo'llar bilan zaharlanish mumkin. Belgilari birinchi navbatda gilosrang qizil teri bo'ladi. Erta belgisi bosh og'rig'i kuzatilishi mumkin ekan. Demak, is gazdan zaharlanish ham tushunarli bo'ldi. Metgemoglobinemia, ya'ni metgemoglobin. Bu kislorod o'zi gemoglobinda ekvivalentli bo'lishi kerak edi. Endi bu 3 ga o'zgarib qoladi. Natijada kislorodni bermaydi. O'zidagi kislorodni bermay qo'yadi. PaO2 bu yerda ham norma bo'ladi, lekin gemoglobinni kislorod bilan to'yinish darajasi tushib ketadi. Bunga sabablar oksidlovchi ta'sirida kelib chiqishi mumkin. Masalan, sulfatlar, nitratlar ta'sirida 2 dan 3 ga o'zgarib qoladi. Qon rangi qora bo'lib qoladi. Vena ichiga metilen ko'ki yuborish orqali biz buni bartaraf etishimiz mumkin. Ya'ni aynan mana shu jarayon kuzatilsa, vena ichiga metilen ko'ki yuboramiz. Natijada kislorod 3 valentligidan 2 ga o'zgartiramizda shu organizmni
kislorod bilan ta'minlashimiz mumkin, ya'ni gipoksiyani oldini olamiz. Yuqoridagilar anemik gipoksiya edi. Endi gistotoksik gipoksiya haqida gaplashamiz. Hujayrani o'zidagi xususiy muammolar hisoblanadi. Sabablari: mitoxondriyadagi muammo sababli ATF yetishmasligi. Masalan, mitoxondriya disfunksiyaga uchrasa, membranasi yoki qaysidir qismlari buzilsa, DNK buzilsa, ATF yetishmaydi. Is gazi va ziyaniddan zaharlanish hisobida ham elektron transport zanjiridagi komplekslar butkul to'xtab qoladi. Shu zaharlanadi, natijada shu hujayraning o'zidagi xususiy muammolar bo'ladi. Ya'ni ETZda 4-kompleks ingibiriladi. Bular o'rtoqlar shuni zararlab qo'yadi. To'qimalarning gipoksiyaga moyilligi, chidamliligi turlicha bo'ladi. Bu haqida videoda to'liq ma'lumot beriladi ekan demak. deb o'tib ketgan ekanmiz konspektni ko'rayotgan talabalarga. Videoda buni gapiramiz. Aynan nima demoqchiman? Bu gap bilan o'rtoqlar, masalan, miyani kislorodga chidamliligi eng kam hisoblanadi. Birinchi navbatda gipoksiya bo'lsa, miya zararlanishi mumkin. Undan tashqari yana bizda qaysi muskul hujayralari, skelet muskul hujayralari bundan ko'ra chidamliroq bo'ladi. Juda past bo'ladi kislorod sizlikka chidamliligi. Bu 5-10 daqiqa chidashi mumkin. Ya'ni kislorod yetishmasa, bu shu aerob glikoliz emas, anaerob yo'lga o'tadi-da, bilamiz. Shu uglevodlarni parchalab turishi mumkin. Endi yurak muskullari bor o'rtoqlar. Yurak muskullari aynan gipoksiyaga yillab chidaydi. Yillab. Buni ham sababi bor. Yillab chidaydi. Buni sababi bor o'rtoqlar. Qanday sabab? Bilamiz, yurak muskullari bir-biriga mana bunday tirqishlar orqali bog'langan o'rtoqlar. Aynan bizda kislorod yetishmasa, bu o'zidagi zararli mahsulotlarni hosil bo'lgan kislorod yetishmasligi natijasida zararli mahsulotlarni bir-biriga ulashib yuboradi. Ya'ni bittasida hosil bo'lgan zararli mahsulot boshqalariga o'tib ketadi. Bittasini zararlab keyin boshqasiga hujum qilib o'tirmaydi-yu, mana shu bittadagi hammasiga tarqalib ketadi-da. Uni ta'sir kuchi biroz bo'lsa-da kamayadi. Shu hujayralarni zararlanishini oldini oladi. Masalan, gipoksiya ham, karbonat angidridning ortib ketishi ham, karbonat angidrid ko'paysa o'z-o'zidan boshqalarga chiqarib yuboradi, bittasidan ikkinchisiga. Kislorod yetishmasa ham xuddi shunaqa holat kuzatiladi. Taqsimlab shu ta'sirni kamaytirib yillab chidashi mumkin. Bu shu gipoksiyaga to'qimalarning moyilligi edi ekan demak o'rtoqlar. Biz siz bilan bugun hujayra shikastlanishini gipoksiya turi haqida gaplashdik. Mavzu tushunarli bo'ldi degan umiddaman o'rtoqlar. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'ling. Bizni kuzatishda, qo'llab-quvvatlashda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilm olishdan charchamang.